ko'rib turishingiz mumkin. Galereyadan o'zini mustahkamligi, yetarli mustahkamligini olgan xom ashyo keyingi jarayon reska jarayoniga yuboriladi. Hozir bu qolip ochiladi va kesish jarayoni davom ettiriladi. Mana ko'rib turishingiz mumkin, massiv to'liq har tomonlama chekis kesib olindi va keyingi jarayon bu hozir avtoklavga kirg'izish jarayoni bo'ladi. Ya'ni hozir massivlar 3 qavat qilib joylashtiriladi va avtoklavga olib kirishga tayyorgarlik ko'riladi. Keyingi jarayonni tomosha qilishga taklif qilamiz. Kesish jarayonidan keyin gazobloklar ko'rib turishingiz mumkin 3 qator qilib avtoklavga olib kirish uchun tayyorlanadi. Kesish jarayonidan keyin tayyor bo'lgan gazobloklar 3 qator qilib taxlanadi va quyidagi avtoklavlarga joylashtiriladi. Bu avtoklavlarda esa sifatli arton gazobloklari pishiriladi. Avtoklavda 12 soat davomida 200 gradus par yordamida 13 atmosfera va vakuum holatida pishgan gazobloklar mana ko'rib turishingiz mumkin tayyor holatda upakovka jarayoniga yuboriladi. Mana hozir deyarli so'nggi jarayonda, ya'ni qadoqlash, upakovka qilish jarayonidamiz. Hozir mana ko'rib turishingiz mumkin tayyor bo'lgan mahsulot paddonda stretch hood upakovkasi bilan hozir qadoqlanadi va tayyor mahsulot skladiga yuboriladi. Ahamiyat berishingizni so'raymiz. Arton gazoblogini ishlab chiqarish jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan. Hech qanday insonning xatoligi yo'l qo'yilmaydi.